Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 2026-yil 31-yanvar. Andijondan akalarimiz kelishgan ekan. 1 metrga 220 tarozi olishdi. Bu tarozimizning narxi $560 turadi. Dastavkasi alohida 2 yil garantiyasi bilan. Aka, qayerdan keldingiz? Aka, biz Izboskandan keldik, Andijon. Andijon viloyatidan keldik. YouTube'da ko'rdik. Xudo xolasa 2 yil garantiyalar berdik. Shu olib ketyapmiz, bo'lsa yaxshi niyatda fermaga o'zimiz ishlatish uchun. Obunachilarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman hammasiga. Olinglar, kelinglar, olinglar kerak. Sifati siz o'ylaganda yaxshi ekan? Sifati yaxshi. Mana tarozilarimiz, mol tarozi deysizmi, qo'y tarozi deysizmi, bez reshotkalik deysizmi, taxtalik varianti deysizmi, taxtasiz, leslik. Qanaqa tarozilar kerak bo'lsa, mana labo tarozilar, katta mashinalar 6 metr, 8 metr, 24 metrgacha bu tarozilarimiz go'sht tarozi, qushxonalar uchun, ya'ni kimgadir tarozi xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani, Turkiya tarozilar xizmati. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.